Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillar. Ushbu videoroligim 11-26 sonli qaror haqida bo'ladi yana bir bor. Chunki ko'pchilik biladi, shu 11-26 sonli qaror muddati 10-sentyabrgacha cho'zdirildi. Ushbu holatda 30-aprelgacha bo'lgan huquqlar barchasi 10-sentyabrgacha cho'zdirildi. Bu qaror nima huquqlarni beradi? Agar siz reyestrga tushib qolgan bo'lsangiz, reyestrdan chiqarish huquqi birinchidan, ikkinchi o'rinda esa kimgadir patenti kuyib qolgan yoki bo'lmasam registratsiya muddati o'tib qolgan. Ushbu holatlarda oldin deportatsiya yoki выдворение qilinardi. Hozirda esa 11-26-sonli qaror bilan shu qarorga asoslanib, ya'ni bez deportatsiya, bez выдворение muammolarni yechish huquqiga egasiz. Kimda kim shu holatda bo'lsa, murojaat qilsanglar, xudo xolasa zaявление yozib berib yoki bo'lmasam birgalikda UFMS ga borib, huquqiy yordam berib, sizni huquqiy imkoniyatlaringizni realizatsiya qilamiz.